Zulfiqor shoshmay turgin, Zulfiqor. Kecha nima kelmading? Telefon qilib qo'ysang bo'ladimi? Telefon qildim, olmading, to'g'rimi-ku? Akalar, sizlarda ham shogirdinglarni qo'lidan biri ish kelib qolsa, kasal bo'lib qolib, qanaqadir bahonalar chiqarib qoladimi? Xuddi biz ustalar shogirdlarga ana shu vaqtda muhtoj bo'lgan paytimizda yo'q bo'lib qoladi. Ustozingni duosini olsang, ko'karasan. Ustoz otangdek ulug'. Buni hech qachon unutma. Ko'chada 1000 yildan beri ustachilik qilayotganlar bor, 100 yildan beri qilayotganlar bor, lekin baraka topmagan. Agarda mana shu kasb orqasidan yaxshi daromad qilib, oilangni, ro'zg'oringni yaxshi tebratmoqchi bo'lsang, ustozingni hech qachon norozi qilma. Bir donishmanddan so'rashganda, ustoz nima uchun otangdek ulug' degan. Shunda donishmand javob berganki, otam meni ko'klardan yerga tushishimga sababchi bo'lgan. Ustozim bo'lsa, yerdan ko'klarga chiqishimga sababchi bo'lgan inson. Tushundingmi aka? Bugun ustozlarning kuni. Ustozlaringga hech qachon norozi qilma. Ustozni norozichilik qilish butun umr ana shu kasb bilan shug'ullanganda